Lor shifokorlar tavsiya etmaydigan, lekin odamlar baribir qilaveradigan 5 ta odat. 5-sini siz ham qilib ko'rgansiz. Birinchisi, qon tomir toraytiradigan dorilardan ko'p miqdorda foydalanish. Ya'ni naftizinga o'xshagan. Naftizin 5-7 kunga tavsiya qilinadi, lekin odamlar buni yillab foydalanadi. Ikkinchisi, tomoq og'riganda Lugoldan foydalanish. Tomoq yiringlaganda odamlar Lugoldan qattiq artib foydalanishadi, lekin bu holatda qon tomir uchlari ochilib qolishi va infeksiyani qon tomirga ko'proq so'rilishiga sabab bo'lishi mumkin. Uchinchisi, shamollagan paytda burunga sarimsoq yoki piyoz suvlarini tomizish. Birinchidan hidi keladi, ikkinchidan tomizilgan, demak, piyoz suvlari shilla qavatlarni kuydirib qo'yishi, shish sabab bo'lishi va allergiya chaqirishi mumkin. To'rtinchisi, quloq og'riganda issiq sochiq yoki tuz bosish. Bu agar mabodo quloq yiringlagan bo'lsa, qon tomirlarining kengayishi va yiringi qonga ko'proq so'rilishiga sabab bo'lishi mumkin. Beshinchisi, quloq cho'plaridan foydalanish. Quloq cho'plari oz miqdorda yig'ilgan quloq seralarini ichkariga surib qo'yishi va probka hosil qilishiga olib keladi.